Xudo xolasa sizlarga birlamchi 3 xonali kvartira chiqarib berajakman. Gazi ba 85% remonti bitib turibdi, korobka bahada beriladi. 5-etajda obzor atib beraman, pullarni elektron motiv etaman sizlarga. Qaranglar. İşler yaxshisidan qo'yilgan. Odan işler qo'yilmagan. Bilasizlar, men şurada ağalarım kuruvchi bilasizlar, shularning qo'llarida ishlayman. Bu midon joylarni chiqarman bilasizlar. Podpiska bo'lish yerdan chiqmasin. Qaranglar. 85% ishi bitgan, remonti. Kadastr 100% tayyor. Birlamchi kredit chiqadi, gazi bor, 3 xonali Urgan City'da 5-etajda lifti yo'q. Obzor etib beraman. 100% shpakovkadan bitgan, chiqqan. 3 slov yurilgan. Buni ustalar biladi. Tok ishlari bo'lgan, kafel ishlari bo'lgan. Yana shuni giramiz. Yana kafel ishlari bo'lgan. Suv ishlari ham bo'lgan. Faqat qistirish kerak joylarni, evazlarini. Berimiz oshxonamiz. Bera qo'rg'on qistirsa bo'ldi. Bular ham aslında o'zlaringiz o'tishingiz kerak. Aslında Gazışoçları get turibdi, dokumentlari tayyor. Tok ishi, suv ishi, gaz ishi ham majbur turibdi, shpakolovka ishi bo'lib turibdi. Faqatgina natujniy patolog bilan laminat urish kerak, fon urish kerak, döşashak bo'ldi. Beramiz yana bir xonamiz. Yana simlar ham yaxshisidan qo'yilgan, ko'rdingizlar, yani udin simlar qo'yilmagan. Buni men aytib qo'yibdilar, bu aslında bu o'zlarim o'zlaringiz aytishingiz kerak. Doğru ko'rgan aytganlar kuzatib qo'yaverasizlar. Maktab, bog'cha, klinika yanında yo'la yaqin berimiz. Berimiz yana bir spalni xonamiz. Yana kuzatib o'taman. 85% ishlari bitgan. To'q ishlari gap turibdi. Bular ham zo'rindan qo'yilgan. Berimiz sanuzelimiz. Yana kafel ishlari bo'lgan. Su işleri bo'lib turibdi. Qo'rg'oq qismida yerimiz gap turibdi. Bularning beklangan, taxlangan. Berabir o'zingiz bilan palashtirasizlar. Berimiz katta zalimiz. Tushuntirib o'taman. Tushuntirib. Shpakolovka 100% bitgan, tok ishlari bo'lgan. Qo'rg'oq ishlari ham gap turibdi. Beda atar ishingiz birdan bir chalak, baring 2 chalak fon bilan chiqsin. Xohlasanizlar aboy uringlar. Natujniy patolog puli где-то bir 2,5 million so'm bo'ladi. Laminat pulingiz 2,5-3 million so'm bo'lib boradi. Tushuntiraman, xohlasangizlar subsidiyaga 100 million bilan chiqadi, xohlasangizlar birlamchi kredit ham chiqarib beraman, subsidiya bo'lishi shart emas, oylik kafil shart emas men. Ussam chiqarib beraman birlamchi kreditda. Oylik to'lovi где-то bir 5,5 million so'm chiqib boradi. 78 kvadrat, gazı ba. Podpiska bo'lib qo'yinglar, shunchadan chiqaraman sizlarga, yaqadovun, arzon. Endi bunga ham yordam-ku. Korobka bahada berib turibman, 6,5 million so'mdan berib turibman. 6,5 million so'm. Ha gazam batgan bo'li. 85% ish ham bitgan. Nomerlarimiz 87lik 607 87 87. Yodda qoldimi? Yana bir marta aytaman. 87lik 998 87 607 87 87. Avlaka chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Omon bo'linglar.